Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsiga xush kelibsiz. Ko'pgina traderlar bozorda ishonchli qoidalarga asoslangan savdo setaplari mavjud emasligi sababli pul yo'qotishadi. Ishonchli bilimga ega bo'lmasdan savdo qilish esa tradingni qimorga aylantirib qo'yadi. Shuning uchun bugun sizga Smart Money konsepsiyasidagi eng ishonchli savdo setaplardan birini ko'rsatib bermoqchimiz. Ushbu setap likvidlik sweep, order block va FVG modellarini o'z ichiga oladi va yaxlit savdo setapini hosil qiladi. Biz sizga faqatgina nazariyani emas, balki grafikda ushbu setapni qanday aniqlashni va ishlatishni o'rgatamiz. Darslikni oxirigacha ko'rsangiz, ushbu setapni barcha bosqichlarini o'rganib olasiz. Biz doimo sizni qo'llab-quvvatlashingizdan minnatdormiz. Mavzu sizga yoqqan bo'lsa, uni baholang. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kirish qismidan so'ng qaytamiz. Keling, darslikni boshlaymiz. Ushbu ajoyib savdo setapi narxning likvidlik olingan hududga yana bir bor qaytishi asosiga qurilgan bo'lib, u FVG zonasi bilan boyitilgandir. Ushbu ikki konsepsiyani birlashtirish orqali ajoyib savdo setapiga ega bo'lamiz. Va bu setap pasovchi trendda ham, o'suvchi trendda ham birdek ajoyib ishlab beradi. O'suvchi trend holatida ushbu setap narx ahamiyatli hududdagi sell side likvidligi olingan zonaga yana bir bor qaytganda shakllanadi. Ushbu ahamiyatli hudud demand zonasi bo'lishi mumkin, yoki asosiy tashqi minimum nuqtasi, yoki ichki struktura minimum nuqtalari bo'lishi mumkin. Narx bu zonalar ostidagi likvidlikni olgandan so'ng trend bo'yicha harakatni amalga oshirish kerak va yana bir bor likvidlik olingan zonaga qaytish kerak. Qachonki narx bu likvidlikni olgan order blokka qaytganda, odatda kuchli trend bo'ylab harakatlar sodir bo'ladi va o'suvchi trend davom etadi. Xuddi shunday pasovchi trend holatida ham bu setap bir xil shartlar bilan shakllanadi. Narx qachonki asosiy buy side likvidligi olingan zonaga yana bir bor qaytganda, bu setap shakllanadi. Bu asosiy zona supply zonasi yoki asosiy maksimum nuqta yoki ichki struktura maksimumi bo'lishi mumkin. Narxning bu likvidlik olingan supply zonaga yana bir bor qaytishi traderlarga ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Narx odatda bu zonadan keskin reaksiya oladi va pasovchi trend bo'ylab kuchli harakatni davom ettiradi. Sizda o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Ushbu setapning kuchi nimada? Ya'ni uning ortidagi psixologiya qanaqa? Mantiq oddiy, lekin kuchli. Odatda bozorning yirik ishtirokchilari o'zlariga yetarli ob'yomni hosil qilish uchun narxni asosiy darajalarga qarab harakatlantirishadi va bozorni manipulyatsiya qilishadi. Bu manipulyatsiya ko'pincha likvidlikni olinishi bilan yoki teskari tomonga kuchli harakatlar bilan yakunlanadi. Ya'ni bozorning yirik ishtirokchilari asosiy zonalardagi likvidlik olingandan keyin narxni o'zlari xohlagan tomonga kuchli harakatlantirishadi. Shuning uchun likvidlik olingan zonalar bozorning yirik ishtirokchilari savdoga kirgan birinchi zona hisoblanadi. Shuningdek, manipulyatsiya zonalari, ya'ni likvidlik olingan zonalar yirik institutsional ishtirokchilar uchun ham muhim hisoblanadi va bu zonalarni ular himoya qilishadi. Ya'ni narx yana likvidlik olingan zonaga qaytganda, yirik institutsional ishtirokchilar o'z bitimlarini himoya qilish uchun yana qayta pozitsiyalarga kirishadi. Bu esa narxni ular xohlagan tomonga harakatlanishiga sabab bo'ladi. Aynan shuning uchun bugungi o'rganayotgan setapimizga muvofiq biz narxni ushbu likvidlik olingan zonaga qaytishini kutamiz. Ushbu setapda yaxshiroq natijalarga erishish uchun biz ikki xil time framedan foydalanamiz. Birinchi navbatda katta time frameda biz bozorning umumiy holatini va likvidlik zonalarini aniqlaymiz. Buning uchun qulay vaqtlar 30 minutlik va 15 minutlik time framelar bo'ladi. Shundan so'ng biz mavjud setapni aniqlash uchun kichik time framega o'tamiz. Bu 5 minutlik yoki 1 minutlik time framelar bo'lishi mumkin. Bu setapni boshqa yirikroq time framelarda ham qo'llasa bo'ladi. Umuman olganda setapni mohiyatini o'rganib olganingizdan so'ng siz o'z savdo uslubingizga qarab uni moslashtirishingiz mumkin. Keling, grafik misolda setapni ko'rib chiqamiz. O'suvchi trendda birinchi navbatda biz katta time frameda likvidlik olingan zonalarni aniqlab olamiz. Bu zona shunday bo'lishi kerakki, narx asosiy zonani likvidligini olgandan so'ng darhol ortga qaytishi va kuchli harakatni hosil qilishi kerak. Shuningdek, oxirgi strukturani buzib o'tgan bo'lishi ham shart. Bu shartlar bajarilgandan so'ng hosil bo'lgan order blok zonasi biz uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Negaki bu order blok likvidlik olinishiga sabab bo'lgan hamda strukturani buzib o'tgan.
Bu katta time frame'dagi savdo zonamiz hisoblanadi. Endi biz narxni bu zonaga qaytishini kutishimiz kerak. Qachonki narx zonaga qaytganda, biz ikki xil usulda savdoga kirishimiz mumkin. Ular konservativ va agressiv usullardir. Keling ularni ko'rib chiqamiz. Konservativ usulda narx katta time frame'dagi biz belgilagan order blok zonasiga kelgandan so'ng kichik time frame'ga o'tamiz. Bu 5 minutlik yoki 1 minutlik time frame'lar bo'lishi mumkin. Bu kichik time frame'da biz razvorot modellarini qidiramiz. Ya'ni narxning cho'ch hosil qilishini kutamiz. Bu bizga birinchi tasdiq hisoblanadi. Narx cho'ch hosil qilgandan so'ng biz sotib olish imkoniyatlarini qidiramiz. Bunda bizga FVG zonalari yordamga keladi. Odatda bu zonalar narxni o'ziga magnit singari tortadi va zona to'ldirilgandan so'ng kuchli harakatlar sodir bo'ladi. Biz FVG ning 50% zonasidan savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Stop lossni katta time frame'da aniqlagan order blokimizning ostiga joylashtiramiz. Take profitni esa keyingi buy side likvidlik zonasiga joylashtiramiz. Biz konservativ usulda savdoga kirish metodini o'rgandik. Bunda kichik time frame'da cho'ch hosil bo'lishi va unda hosil bo'lgan FVG zonasidan savdoga kirar ekanmiz. Endi ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz. Bu agressiv savdoga kirishdir. Ba'zi holatlarda narx likvidlikni olgan order blokka yetib kelishi bilan teskari tomonga kuchli harakatlanib ketadi. Bunda biz savdoga kira olmay qolamiz. Kichik time frame'da ham hech qanday birinchi usuldagi singari cho'ch va FVG'lar hosil bo'lmaydi. Bunday holatlarda biz agressiv usulda savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni narx order blok zonasiga kelishi bilanoq boshqa tasdiqlarsiz savdoga kiramiz. Stop lossni order blokning ostiga, take profitni esa buy side likvidlik hududiga joylashtiramiz. Biz o'rganayotgan setupning nazariy qismi shulardan iboratdir. Keling, endi buni qanday ishlashini real grafik misollarda ko'rib chiqamiz. Dollar va frank valyutasining 30 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Narx pasayuvchi trendda bo'lgan. So'ng esa kuchli impuls bilan ko'tarilgan va tashqi buy side likvidlik olingan. Narx likvidlikni olgandan so'ng darhol ortga qaytgan va pasayuvchi struktura bo'yicha bos hosil qilgan. Bizda likvidlik olingan zonada ajoyib order blok shakllangan. Agar narx ushbu zonaga qaytadigan bo'lsa, biz sell bitimi ochishimiz mumkin bo'ladi. Narxni kuzatamiz. Narx biz kutgan order blok zonasiga yetib keldi. Biz yuqorida aytganimizdek, ikki xil usulda savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni, birinchisi tasdiq olgan holatda, ikkinchisi agressiv holatda. Shu o'rinda o'z tajribamdan kelib chiqib sizlarga bir eslatmani aytib ketmoqchiman. Ko'pgina holatlarda men o'zim agressiv savdoga kirish usulidan foydalanaman. Sababi biz ko'proq M30 yoki H1 time frame'larda likvidlik zonalarini aniqlaymiz. Bu vaqtlarda doim ham narx harakati juda katta bo'lmaydi va aniqlangan order blok zonalari odatda 10-15 punkt atrofida bo'ladi. Shuning uchun narxning bu kichik zonaga kirib tasdiq qoldirib ketishi doim ham kuzatilmaydi. Shu sababli yaxshi savdolarni o'tkazib yubormaslik maqsadida agressiv savdoga kirish uslubidan ko'proq foydalanaman. Endi hozirgi misolimizga qaytib, kichik time frame'ga ham e'tibor qaratamiz. M5 time frame'da narxning kichik harakatini ko'rishimiz mumkin va narx uning minimum nuqtasini buzib o'tgan. Biz likvidlik zonasiga yaqin bo'lgan ushbu order blok zonasidan savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, filtr sifatida ushbu kichik trend liniyasidan ham foydalanishimiz mumkin. Narx uni ham yorib o'tgan. Savdo bitimini joylashtiramiz. Stop lossni M30 order blokini maksimumiga, take profitni esa tashqi struktura minimumiga joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, narx kuchli quladi va minimumni buzib o'tdi. Endi keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Funt va yenaning 30 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Narx o'suvchi trendda. Bos hosil bo'lishidan oldin narx minimum ostidagi likvidlikni olib tashlagan va darhol ortga qaytgan. Bizda likvidlik olingan zonada order blok zonasi ham shakllangan. Narx kelgusida bu zonaga qaytsa, biz sotib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Narx zonaga yetib keldi. Endi kichik time frame'ga ham e'tibor qaratamiz. Narxni yurg'izamiz. 3 ta harakat bilan narx o'suvchi trendni hosil qilgan. Bizda bos hosil bo'lgan va order blok ham shakllangan. Biz unga savdo bitimini joylashtirishimiz mumkin. Narx bizning order blokka tushib, bitimimizni olgan va yana bos hosil qilgan. Bizda yana yangi order blok mavjud. Biz unga ham savdo bitimini joylashtirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, narx bu bitimimizni ham oldi
va biroz konsolidatsiyadan so'ng yaxshigina ko'tarildi. Biz tasdiq olib savdoga kirdik, biroq bu holatda ham biz agressiv savdoga kirishimiz mumkin edi. Ya'ni, ushbu order blok zonasiga savdo bitimimizni joylashtirib, stopni order blokni ostiga, take profitni esa maksimumgacha belgilab qo'ysak bo'lar edi. Bu endi har kimning o'z savdo uslubiga bog'liq. Agar zona kichikroq bo'lsa, agressiv savdoga kirishni tavsiya etaman. Agar zona kattaroq bo'lsa, tasdiq olib savdoga kirish afzal hisoblanadi. Endi yana bir holatni ko'rib chiqamiz. Bunda bir vaziyatni o'zida bir nechta ketma-ket shakllangan likvidlik order blok zonalarini va ularni ajoyib ishlaganini ko'rishingiz mumkin. Narx pasayuvchi trendda. Oxirgi strukturani buzishdan oldin ichki buy-side likvidlikni olingan va boz hosil qilgan. U bizga order blok zonasini belgilashimizga sabab bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, narx order blok zonasiga qaytib kuchli qulagan va yana boz hosil bo'lgan. Biz yana e'tibor qiladigan bo'lsak, ushbu boz hosil qilgan harakat ichki buy-side likvidlikni olganini ko'rishimiz mumkin. Biz bu order blok zonasini ham belgilaymiz. Narx bu zonadan ham kuchli qulaganini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik esa narx kuchli qulashdan oldin likvidlikni olgan. Biz bu order blokini ham belgilaymiz. Narx undan ham juda zo'r reaksiya olgan. Ko'rib turganingizdek, narx trend bo'ylab bir necha marotaba likvidlik va order blok zonasini hosil qilib, undan zo'r reaksiya olgan. Shuningdek, bu holatda trendga qarshi ishlashga ham signal bor. Ushbu nuqtada narx minimumni buzgandan so'ng impuls hosil qilmagan va darhol ortga qaytgan. Bu bizga fake outni bildiradi. Likvidlik zonasi va order blok shakllangan. Biz uni belgilashimiz mumkin. Narx keyinchalik bu zonadan o'z yo'nalishini o'zgartirayotganini ko'rishingiz mumkin. Biz yana oxirgi ushbu order blokni ham belgilashimiz mumkin. Chunki u ham likvidlik zonasida joylashgan. Xullas, bunaqa misollarni juda ko'plab keltirsak bo'ladi. Uni o'zingiz grafikda aniqlab o'rganib chiqishni maslahat beraman. Traderlar, shu bilan bugungi darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, darslik sizga foydali bo'ldi. Qo'llab-quvvatlashingizni ayamaysiz degan umiddaman. Kelgusi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.